Akalar, assalomu alaykum, yana bir bor. Mana shunday yosh kattalarga murabiyachilarimiz Sadikka nevaralarini olib borib tashlab kelsa ham bo'ladi bunda. Orqasida bagachi bor. Ketdi bir 20 kilo yuk oladi. Shunday murabiylarimiz ham skitkaga qo'yganmiz. Amakimga beryapmiz. Amakimga bahosini 70 ming bilishardi. Internetda ko'rsang 70 ming dedi. Amakim kelishganicha 50 mingga. Skitka katta ketyapti. Sababi shu 2 yildan beri shetdan Qirg'izistondan amaki 2 yildan beri shu Qirg'izistondan birov ko'ksimizdan yetarmadi. Yordam qildi, hamma keldi, savdomiz bo'ldi. Endi mana sentyabr oyida Umraga ketayotgandik. Amakimga o'xshagan ikkita odam jo'natyapmiz. Yana o'zim ham ketyapman. Shuning uchun murabiylarimizni ham, skuterlarimizni ham o'zim hayajonlangandim, mikrofonni ham tushirib yuboryapman hozir. Shuning uchun amakimga 50 mingga. Amaki buni bemalol buni yuraverasiz. O'ziga yoqdimi, o'zi xohlagan narsa bo'ldimi? Zo'r narsa qilib xudo oladi. Buni 50 mingga beradi o'ylamagandingiz, a? Yo'q, hayolim yetmadi. Yo'q, o'tgan safar kelganda 70 ming. 70 ming, 50 ming amaki. Mana sentyabr oyida kim murabiy olaman desa, skuter olaman deydigan bo'lsa, senalarni keskin tushirib tashlaganmiz. Kelib tanlab ketishaveradi. Hozir bitta tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, hurmatli Universal Bozor YouTube kanalining qatnashchilari. Biz Qayradan O'shto'g'i obyezdnoyda joylashgan Moto Borborga keldik. Moto Borborga shu Zaputniy Turgoydan Do'stlik Turgoyini ko'zlab borayotganimizda oldingizlarda shu Zamzam turar kompleksi bor. Kompleksdan o'tinglar kush manglayga, bet manglayga qarasangizlar Moto Borbor bor do'stlar. Bu joy bo'lsa o'sha Ali Power shu dalshi Do'stlik Turgoyini ko'zlab borasizlar. Bu yerga ham Abdurash akaning daha bir moto elektro murabiylari, elektro skuter, jana shundaylar qandaydir bir жаңылыктар o'ta ko'p ekan. O'ta ko'p keltirib bu chiqarishda. Sizlarga bir to'liqroq ma'lumotni yetkazishga keldik. Agarda joqsa xohlasangizlar, bu chiqarishda inshaalloh bir bog'lardagi jo'ndi arzon keldi. Bo'ldi, zapchas kerakmi? Chiqarish boshlaymiz. Abdurash aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Yaxshimi? Yaxshimisizlar? Keldilaringmi? Yaxshi, Allohga shukr. O'zingiz tinsizmi? Zo'r. Ancha yangiliklarimiz bor elga, o'shaning sizni chaqirdik. Aha. Ana murabiylar elga bildiraylik shu narsalarni. Elektro murabiylarda ko'p ekan, negizmi? Ko'p. Ancha yangiliklarimiz kelgan. Hozir Xitoydan yana zakaz qilganmiz. 150 ta murabiyimiz kelyapti. Kurada. Elga katta skitka qilganmiz sentyabr oyida, o'shaning uchun sizni chaqirdik, elga bitta bildiramiz. Yaxshi. Hurmatli ko'rishlar, men sizlarga shu Abdurash akaning Moto Borborin sizlarga bir to'liq bilan tartib ko'rsataylik. Bu chiqarishda qanday жаңылыктар bor, sizlarga bir qisqacha ma'lumotni yetkazamiz. So'z turida kelasizlar inshaalloh. Kelib savdolashib, balashib tursanizlar bo'ladi. Abdurash aka unda ma'lumot yetkazib boshlaylik, ha? Boshladik akalar. Murabiy kichkinasidan boshlayveraylik, sekin kattasiga o'tib ketamiz. Elektro murabiylar, ha? Bular 600 kilo ko'taradi. Biri 60 ga, biri 10. Buni boshqa joyda 1 tonna, 1,5 tonna deyshadi, negizunda emas. Biri 60 ga, biri 10 bo'lyaptimi? Ularni miyasi, kompyuterlari kichkina beriladi, o'ziga boslangan. Unday deb sotishmasa yaxshi bo'lardi. 600 kilo yuk ko'taradi. Oldi yopiq, oldi torpedalari bor buni. Ha, ichida. Bag'ir o'zasiz. Aha. Ular bahosi 125 ming. 125 ming so'm. Oldi to'siq. Agar yo'q, bu oldi to'sig'i bizga oldi ochiq kerak desa, xuddi shuni oldi ochig'i bor, oldi ochiq emas, oldi laboyi bor. Hozir mana shamolda o'tirsangiz, murabiyda. Ko'zingizga shamol tegmaydi. Agar bu yo'q bo'lsa, shabadatiga ko'zni shabodalatadi. Bunda bemalol minib ketaveradi. Magnitofoni bor. Akkumulyatorlari original qo'yilgan. Miya motori bor. 600 kilo yuk ko'taradi. Amazonlarni ishlashini ko'ring. Ana amazonlar qarang. Bemalol ishlashini ko'ring. Ko'rdingiz? Bularning bahosi 115 ming. 115 ming. Ishga kelsa, sizning nomingizdan kelsa, skitka bor yana. Skitka bor. Qaysi Bishkekka bo'lami, bozor Qo'rg'onga tochka ochyapmiz. Bozor Qo'rg'onga tochka ochyapmiz. Nomerini jazib bilan bozor Qo'rg'on deylar. Zapchasga kelgani, murabiy remont qilgan kelgani qiynalgani uchun bozor Qo'rg'onga tochka ochyapmiz-da, nomerini qo'yib qo'yamiz. Video chiqqancha bozor Qo'rg'onga tochka ochamiz, bozor Qo'rg'on nomerini qo'yib qo'yamiz. Bozor Qo'rg'onga yangilik qildik. Jalolot oblasının bozor Qo'rg'on rayonida. Abdurash aka, dağı bundan boshqa o'xshto qaysi yerda dağı tochkalar bor? Shu sentralni Sentral o'sha yer, ha? Bu
Hop. Motocenter. Bular keyin bahosini aytmading endi biz so'kishmasin. Ha? Bahosi 115 ming. 115 mingdan. Еще sitkaga beramiz. Aha, daha samosollar bor ekan, ha? Bular samosuval emas. Samosuvallarni negizi odamlar olganlar bilishyapti. Remont ko'p bo'lyapti. Shuning uchun samosuval olib kelamiz. Sababi bu eshak uning qolgan narsada. Ayolga uyda ishlaydigan samosuvalda problemasi ko'p bo'lyapti. Shuning uchun samosuval olib kelmayapti. O'zi elektronikda samosuvalni qataya bo'lyapti, sinib ketyapti, urib chiqib ketyapti. Ichkariga kirsangiz, qonni bu yerdan olgan, bu yerdan olgan remontga kelgan. Ammo urushni yo'q qila shunda? Urushni, ha? To'rt tomoni ochiladi. Xolasa cho'p yuklansa, to'rt tomoni ochiladi mana endi. Qala. Ha. Shunga ochadi, mana shunisi. Bunda turgan morali shunday bo'ladi. Cho'p yuklaveradi. Mana shular ushlab turadi. Ammo bortlari o'zi qaron qiladi, ha? Ha, ochiladi. Antena qo'yilgan bularga. Antena dugalan o'rni qilib qo'yilgan. Bir 30 pres patal ekan. 70 ta tushirganmiz. 70 ta boshqasi. Oho. 70 tushirganmiz. Agar jo'silar video qo'yib qo'yganmiz, hali o'zini kanalim bor, Abdurash Moto deb YouTube'ga yozsa, shu kanalimda har bitta murabbiyga obzor qilib ko'rsatdim. Bahosi qancha buning? Xo'p. Aka, bahosi 140 ming, 150 ming, 130 ming, 135 ming da. Bular qancha 800 kilogrammdan 1 ton oldi. 1 ton. Ko'chada 1,5 tonna sotishadi. Bunda gap yo'q. Aha. Bahosi 1 tonnalik bahosi 125 ming. 125 ming so'mdan. 125 mingdan. Kim var daha? Ham yo'q. Oxirgi senat 125. Ha, 125 mingdan. Qandag'anga? Qanday deb so'radi. 180 ga urib. Yaxshi. Onda laboylari bilan. Hammaga shunday laboy qo'ygan. Laboylar qo'yilgan, ha? Yaxshi. Mayda qo'llari bor hammasi. Mana do'stlar. Abdurash aka, bugachayanki tartib ketgan o'shol chiqarilishdagi muruviylarning birida qolibdir, ha? Bor ketdi. Kelamiz. Mana hozir bizda klientlarga servizimiz bor, zapchasimiz borligi uchun keyin bir ikki supraga qaramaymiz. Hamma klient keladi bu yerga. Yaxshi. Biz hamma qo'limiz bunday tiqib, jichcha yuraylik. Hozir. Shuncha. Klientimiz bor. Hozir 150 ta Xitoyga zakaz qilganman. Ertadan yetib keladi u ham. Shu sentyabr oyida shu aytdim, 2 yildan faqat Qirg'iz elida xizmat qilamiz. Qirg'iz elida 2 yil bo'ldi kelgan Qirg'izistonga, O'zbekistondan. Hech kim bizni yetargan yo'q. O'zimiz O'zbekistonning Qo'qondan bo'lsa, Qo'qondan bo'lsa. Bugachayin kommentarda menda qo'shib ketayin, nega qirg'izcha so'zlaydi deganlarga-da. Chindig'ida Abdurash aka chindig'ida kadr ortida o'ta harakat qildik. Hurmatli ko'rishlar. Shontandagi to'ra tushunishlar degan o'ydaman O'zbekistondan. Lekin Qirg'izistonga bo'lgan behurmatlik emas, hurmat qilaman Qirg'izlarni. Qo'limdan kelsa qani so'ylayman. Masalan, Qoraqalpog'istonda boshqacha, Xorazmda boshqacha, Qirg'izistonda boshqa Shivada. Shiva. Shiva shunday. Shuning uchun uzr so'rayman, agar Qirg'izchani behurmatlik emas, hurmat qilaman. Addish Qirg'izistonni yaxshi ko'raman o'zim. Barakani o'sha shaharga berib qo'yganini ham bilaman. Bu shahar esa barakali joy ekan. Shunaqa. Daha qanday yangiliklar bo'ldi Abdurash aka? Чисто variantini. Чисто variantini. Чисто variantini, mana botini ko'rindi. Aha. Cho'ng aycha. 2 metrga 1.35. 2 metrga 1.35. Akkumulyatorlarni ham ko'rsatayman. Akkumulyator, milliy motorlarni bitta ko'rsatayım. Mana. Cho'ng qo'yilgan. 6 akkumulyator bo'layotgan, ha? 6 ta akkumulyator, turbochi motor. И resolni ko'rdingizmi? Yuk tushganda nagruzi birinchi bunga tushadi, keyin pastiga tushadi. Hech qanaqa menaqa bo'lmaydi, mana buzilmaydi. Buziladi. Joy garantiyasi bor. Buni bahosi qancha? Buni bahosi 170 ming edi. 170 ming, hozir 150 ming. 150 ming so'm. Skitka, ha? Mana do'stlar. Bular benzin. Benzinlar, ha? Benzinlik, bular benzinligi. Qirg'iziston benzinini suymayapti. Men elektronli oladimmi? Benzin ko'tarilib ketibdi bizda. Benzin O'zbekistondan arzon. O'zbekistondan ko'ra Qirg'izistonda benzin arzon, lekin benzinli olmayapti. 180 ming variant o'rnadi. 150 motor. 180 mingdan, ha? 1,5 ton malı. 1,5 ton malı. Mana do'stlar, sizlarga bir yaxshi loyihalarni ko'rsatayin. Kelasizlar, savdolasasizlar. So'z turida aytilgan bog'lardan da kemi bo'ladi. Savdolashib ko'rsangizlar bo'ladi. 180 ming so'mdan. Bular benzin bilan yurib turganlar ekan. 1,5 ton malı. 2,5 ton malı. 2,5 ton. Endi bu benzinli O'zbekistondan chiqadi. O'zimiz zavoddan chiqadi-da benzin. Agar bularni sotganimizda
2,5 tonna, 3 tonna, 4 tonna, 5 tonnaga joylagan motorlar bor, benzin. Aha. Lekin Qirg'izistonda benzinni suymaydi. Elektron jaxsi. Elektromobil, Elektron, murabiyalar yaxshi Endi keldi. bu hali eshak o'rnida qoldi. Ovqat berdi deydi, suv berdi deydi. Tavba ziyorat. Oddiy deydi. Shuning uchun to'kka sayt beradi. Zaryad to'lgandan keyin meni ishini bitiryapti. Agar zaryad yetmay qolyapti bizga deydigan bo'lsa, mana bundaqasini olib kelganmiz. Qarang. Ana. Muraviy 180 ga 130 muraviy. Elektro. Elektron muraviy. Elektro, Endi ketyapsiz. 50 kilometr yetdi. Siz 70, 80, 90, 100 kilometrga borasiz. Yo'q. Zaryad tugab qoldi. Nima qilasiz? Saygan joy yo'q. Saysiz 2 soat o'tish kerak. Menda divizionga bor. Ha, divizyon bilan. Ki borsiz. Ketaverasiz o'tadi. Ha? Durgizib ketaverasiz. Divizionga bor. O'ziga o'zi avtomatik zaryad berib ketadi. Az divizyonni bostiniz bir yurdi. Ha. Alan zaryad berib boshladi. Zaryad berib ketaveradi o'zi avtomatik. Buna uchun buni qanday vaqt buni? Ben Banka 5 litr benzin oladi. Divizionga. divizyonni bor. Ha. Mana do'stlar. Ko'rdingizlarmi? Gibrid. Короче, ne bu jag'dan shartlar tuzilib turdi. Bu yerga shunchalik bir yengillik tuzilib turdi, mashallah mana. Endi yana yangilik hozir bolalar maktabda yaxshi o'qisa, Aha. keyin madrasada yaxshi o'qisa, Aha. otasi aytadi, skuter olib beraman deydi-ku. Skuter ha? 40 Skuterlar. mingdan skuterlar, Aha. 40 mingdan skuterlar 35 mingdan bor. 35 ming so'mdan. Tanlab olishaveradi. Qanday olaveradi ha? Yaxshi do'stlarim. 35 ming so'mdan elektro skuterlar. Bular cho'ngroq emasmi? Barlar birdaymi? Cho'ngroq, kichikroq, razницasi 35 ming. 35 ming so'mdan qanday olaveradi? Akumulyator bu hali asta skuter emas. Aha. 20-25 ming skuter emas. 4 ta akumulyator emas, 5 ta akumulyatorli cho'ng akumulyator qo'yilgan. Miya motorlarigacha cho'ngdan qo'yilgan. Yaxshi. Mana do'stlar. Bularda hali 35 ming so'mdan ha? Kim var ha? Mana murabbiylarimizni 125 mingdan kelib tanlab 125 ming so'mdan? laboyi bor. Aha. Qanday olaverasizlar do'stlarim? Ko'rdingizlarmi? Mana elimga bunga kelsa xohlagan bilib ketaveradi. Bitaveradi ha? Yaxshi. Mana do'stlar. Bunday skidkalar shundag'inda Hali bo'lmagan. Bo'lagan ochgan bo'lmadi ha? Yaxshi. Kabinkaliklar. Kabinalar ha? Kabinkali 600 kilo. 600 kilogram. Kabinkaliklarimiz boshqa joyda 8 kilo, 9 kilo bir ton tursa. 160 ga 600 kilolik kabinkalilarimiz 135 ming yana o'tib beramiz. 135 ming so'm. Siz anomizdan kelsa o'tib beramiz. Daha o'tib beramiz ha? Yaxshi. 1 tonnali mashina. 1 tonnali. İçini ko'rsating. 1 tonnali 180 ga 130. Salonda ichini ko'rsating. Avtomat korobka. Mana salonni ko'rdingizlarmi? Avtomat korobka. Hadi bir de oturup ne yerga jengami salib olib ketaverayotgansizlar-da, kengra. Pechkasi bor. Pechkasi da bor. Aytefoni bor. Aytefoni bor. Tepasida ventilyator, konditsionerlari bor. Jazg'inda. Tungi projektorlar Projektorlari ham bor. 1 tonnali, 180 ga 130 bo'ladi. 1 tonnali, 1,5 tonna kilosi bo'laveradi endi. Bahosi 190 ming edi. 190 ming so'm ele bo'g'acha, ha? Deymiz. 180 ming ham deymiz. Aha. 175 ming deymiz. Bu yana skidka beradi. Ya skidka, ha? Yaxshi. Buna hurmatli ko'rishlar. Bunday shans belgilab. Abdurash aka negadir kuzgi mal, kuzgi payt bunday bog'lar skidka yaxshi bo'lib qoldi. Murabbiylarimiz bugun keldi. Hali qabul chiqmadi. Ular ham hujjatlarini hal qildi. Sababi aytdim. Qirg'izistondan 2 yil davomida pul topdik, aksiya orttirdik. Ertaga umraga ketyapman. Shuning uchun sentyabr oyida foyda qilmasdan tonni murabbiy skuter faqat skidka berasiz. Skidka beradi, ha? Bergan narxiga sotamiz. Bergan narxida berasiz. Yaxshi. Sentyabr oyi endi xizmat qilamiz. Yaxshi. Hurmatli ko'rishlar. Biz motoborborda bir aylanib chiqdik. Alan Abdurash akada bu var zapchast berib qo'yibmiz, ha? Zapchast bor. Zapchast bor. Zapchastni Xabarovskdan boshlab, Yepilardan boshlab, Volgaga, Sheybatgacha bor. Bor. Qanday murabbiy skuteriga zapchast problemasi yo'q. Yo'q, ha? Men uzoqdan zapchastni dastlabki holatsi avtogizajalımizda. Bishkekga ham, Batkentga ham, hamma joyga zapchast yo'q. Bo'ladi, ha? Yaxshi. Hurmatli ko'rishlar. Biz sizlarga qo'ldan kelishicha shu O'shdagi Ob'yoznoy ko'chadagi motoborbordan ma'lumotni sizlarga yetkazib o'tdik. So'z turida kelasizlar, skidka o'ta yaxshi bo'lyapti. Skidka o'ta yaxshi bo'lyapti.
Buga чейин мындай бааларда чындыгында болгон эмес. Келип, саудалашып, баалашып көрүңүздөр. Келип, саудалашып, баалашып көрөсүздөр достор. Көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.